Oson, tez va vitaminlarga boy bo'lgan salat tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib ishimizni baqlajonni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rashdan boshlaymiz. Uni ketidan bodringni to'g'rab, bir chekiga ustiga 1 choy qoshiq tuz hamda shakar solib olib qo'yamiz. Ketidan bulg'or qalampirini to'g'raymiz hamda pomidor va zelenni ham esdan chiqarmaymiz. Endi navbat tovuq filesi hamda chesnokka. Ularni ham to'g'rab olamiz hamda yog'da yaxshilab qovurib, qovurilgan tovuq filesi hamda chesnok ustiga bulg'or qalampirlarni solib, ularni ham ozginagina bitta yog'da aylantirib qovurib olamiz. Ikkita dona tuxum ustidan tuzni sepib, yaxshilab aralashtirib, to'g'ralgan baqlajonlarni belab, videoda ko'rsatilgandek qilib qovurib olamiz. Salatimizni yig'ib olamiz. Birinchi bo'lib ko'kat, ustidan pomidor, uni ustidan bodring va qovurilgan baqlajon va eng ustidan tovuq filesi hamda bulg'or qalampirini solib, yaxshilab aralashtiramiz. Sizlarga va'da qilingan ko'rinishi hamda mazasi bomba bo'lgan salatimiz tayyor bo'ldi. Yoqqan bo'lsa, like va kommentariy kutaman.